Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun g'azal mulkining sultoni Mir Alisher Navoiyning tug'ilgan kuni. Shu munosabat bilan siz azizlarga Alisher yuragidagi cho'g' nomli she'rimni tuhfa qilmoqchiman. Marhamat. Qanday yaralgan ajib dunyo, muhabbat o'tmishi mujassam. Yaqin yillar o'tgandek g'oya, qancha asr zamonlar o'tsa ham. Qadim ajdodlar taqdirin kechgan, qalblarni yaqinlashtirgan mo'jiza bor. Har yurakda yangilanib kurtak ochgan, yoqimli ifor taratgan muhabbat bor. Alloh yaratib mavjudotni muqaddas tuyg'uni ham berdi. Dunyoga kelgan barcha avlod muhabbat deya yashab keldi. Bu boqiy va go'zal tuyg'uni azaldan kuylab kelgan qalam muhabbatning hamrohi bo'ldi. Iztirob, hijron, rashq, alam. Navoiy ijodini o'rganmoq, asl muhabbatni e'zozlamoq, yaratganga hazrat shoirning cheksiz muhabbatini his qilmoq. Alisher yuragidagi cho'g' yondi Abdullaning qalbida. Muhabbat ekan o'chmas olov, parfi yondi Laylo ishqida. Muhammad ham bo'lgan bezovta, uyqusiz o'tkazgan tunlarni. Bizlar ham emasmiz mustasno, barcha yongan qalblar singari. Muhabbatsiz qalbdan yiroqman, doim muhabbatga oshnoman. Qaynoq istirobida yonib, Alloh tuhfasidan roziman. Navoiy ijodini o'rganmoq, asl muhabbatni e'zozlamoq, yaratganga hazrat shoirning cheksiz muhabbatini his qilmoq. Kuyladi Navoiy bobomiz g'azalida go'zal satrlar, ijodidan bahra olamiz. Sog'ingan qalb kelar avlodlar. E'tiboringiz uchun rahmat.